bundan 3 yil oldin ham 20 tonnalik FAV Zika 6 mashinani olib, mana shu Dilshod akamizni gaz qo'yish shoxobchasiga olib kelib 70 ga 30 qo'ydirib ketganman va bugun mana kecha mana shunisini oldik, kichkinasini yana shu firmaga olib kelib, shu ustaxonaga olib kelib gaza dizel qildirdik. O'zimning tajribamdan, 3 yillik tajribamdan kelib chiqib, mana shu bu yoqlarda xizmatiga ko'nglim to'lganligi uchun yana yangi mashinamizni ham shu yerga olib keldik, qo'ydik. Xizmatidan anchagina biz mamnunmiz, baraka topganmiz. Xudo xohlasa sizlarning ham kelishlaringizni tavsiya qilaman. O'zi qayerdan kelgansiz? Men Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Navbahor mahallasidan kelganman. Mana shunday mashina oladiganlarga ham tavsiya qilaman. Kelsin, xizmatlari yaxshi, muomalalari yaxshi, narxlari hamyonbop. Mayli aka, baraka toping, biz ham baraka Xizmatingizga topaylik. rozi bo'ling. Rahmat aka, oq yo'l, yaxshi to'ng sizlar. Xudo xolasa.